Demak, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu integralni hisoblashimiz kerak. Ya'ni bu yerda modulli ifoda qatnashyapti. Xo'p. Agar oddiy integral bo'lganda bemalol hozir integrallash qoidasi bo'yicha ishlardik, lekin bu yerda modul qatnashgani uchun biz buni avval modulni ya'ni ochib olishimiz kerak. Qaysi joyda musbat, qaysi joyda manfiy. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Har doim modulning ichidagi ifodani 0 ga tenglashtiramiz. Demak, bundan 5x barobar 1 va x barobar 1 taqsim 5 degan qiymat kelib chiqadi. Va mana shu biz 1 taqsim 5 dan qaysi oralikda musbat, qaysi oralikda manfiy bo'lishini topib olamiz. Ya'ni 1 taqsim 5 dan katta sonlar qo'ysak, masalan, oddiy 2 qo'yadigan bo'lsak, ichkaridagi ifoda manfiy, 1 taqsim 5 dan kichkina sonlar qo'ysak, musbat ifoda bo'ladi. Demak, mana bu modulli ifodamiz 1 taqsim 5 dan ya'ni katta sonlarda manfiy ochilar ekan, kichkina sonlarda musbat. Endi bizning oralig'imiz 0 va 2 oraliq. Demak, 0 va 2 oralig'i. 1 taqsim 5 ya'ni 0.2 shuni orasida. Demak, biz buni hozir ikkita bo'lakka ajratib olamiz. Ya'ni birinchi bo'lagimizda 0 dan 1 taqsim 5 gacha musbat deb ochamiz. 1 taqsim 5 dan 2 gacha manfiy deb, ya'ni mana bu modulni ishorasini ifodani ochamiz. Yaxshi. Demak, 0 dan 1 taqsim 5 gacha bu ifodamiz musbat ochiladi. Ya'ni musbat deganda shu holatida oddiy qaus bilan ochiladi. Yig'inda endi bu oraliq, ya'ni 1 taqsim 5 oralig'idan 2 gacha mana bu ifodamiz teskarisi bilan ochiladi. Ya'ni minusga ko'paytirardik va shunda teskarisi bo'ladi. Endi har bir integralni alohida hisoblaymiz. Integrallash qoidasiga ko'ra birinchi integralimiz, ya'ni 0 dan 1 taqsim 5 gacha integralimiz x minus 5 taqsim 2 x kvadrat bo'ladi. Ya'ni darajasiga 1 ni qo'shib yozamiz. Xo'p. Keling shuni to'liqroq yozsak, ya'ni 1 x ni darajasiga 1 ga mana 1 ni qo'shamiz va shuni mahrajga yozamiz. Va buni soddalashtirsak x minus 5 taqsim 2 x kvadrat bo'ladi. Biz bunga 0 va 1 taqsim 5 ni qo'yib hisoblashimiz kerak. Avval yuqori chegarani qo'yamiz, ya'ni 1 taqsim 5 ni qo'yamiz. Nima bo'ladi? Xo'p, 1 taqsimda 5 minus 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 5 ning kvadrati. Bu yerda 1 taqsim 5 ni o'zi minus bu 25, ya'ni 5 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsimda 25 bo'lar ekan. 5 bilan bu qisqaradi. 1 taqsim 5 minus 1 taqsimda 10. Mayli shu holatda qoldiramiz, chunki bu yerda 5 bor. Endi ikkinchi integralimiz, demak 1 taqsim 5 dan 2 gacha oralikda. Bunisini olamiz. Xo'p. Ya'ni 5x minus 1 dx. Xo'p, bu qanday ochiladi? Bu ham xuddi shunday, x ni darajasiga 1 ni qo'shib, o'sha qo'shilgan darajadagi 1 ni yozamiz mahrajga. Va 1 ga oddiy x qo'shib qo'yamiz. Demak, buni ham 1 taqsim 5 dan 2 gacha hisoblaymiz. Bunga 0 ni qo'ymadik, chunki 0 qo'yganimizda hammasi 0 bo'lib ketadi. Ya'ni bizda mana bunaqa ifoda ham bor, 0 degan. Sababi har birida x bor va 0 ga teng bo'ladi. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, 5 taqsim 2 ko'paygan birinchi 2 ning kvadrati minus 2, buni hisoblaymiz. 2 qo'ydik, ayrilgan 5 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 25, ya'ni mana buni kvadrati va minus 1 taqsim 5. Xo'p, 2 ning kvadrati 4, 2 bilan qisqaradi. 10, 10 dan 2 ni ayiramiz, 8. Bu yoqda 1 taqsim 5 bilan bu qisqaradi va minus 1 taqsim 10, minus 1 taqsim 10. Xo'p, plus 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Yaxshi. Endi mana minus ta'sir qildi-da. Endi ikkala ifodani qo'shishimiz kerak. Ya'ni mana bu javoblarni ikkalasini qo'shib yuborishimiz kerak. Demak, umumiy yig'indini hisoblaymiz. Umumiy yig'indimiz, demak, mana bu ifoda 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 10. Xo'p, qo'shilgan 8 minus 1 taqsim 10 va plus 1 taqsimda 5. Xo'p, endi hisoblaydigan bo'lsak, 8 mana bu ikkita ifodamiz minus 2 taqsimda 10 ni beradi, bunimiz 2 taqsimda 5 ni beradi. Xo'p, demak 8 minus 1 taqsim 5 plus 2 taqsim 5. Demak bu 8 plus 1 taqsim 5 ni beradi, ya'ni bu 8,2 ga teng bo'lar ekan. Unutmang, agar bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolsa, uning javobi mana bunaqa bo'ladi.
8,2. Videoga like bosib, abituriyentlarga ulashib, kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Imtihonlarda omad tilab qolamiz.